9-sinfligimda bizdan bir mahalla narida turadigan yigitga uyimdagilar unashtirib qo'yishdi. Hali kichkinagina qiz edim, kimga, nimaga turmushga chiqqanimni his ham qilolmasdim, tushunmasdim. Unashtirilgan yigitim bilan biz deyarli gaplashmaganmiz. Yosh qizcha bo'lganim uchun unashtirilganman degan xayol menda bo'lmagan. 10-sinfga o'tganimda boshqa yigit bilan yaxshi ko'rishib qoldik. U bola bilan 11-sinfni bitirgunimcha gaplashib yurdik. Maktabni bitirishim bilan uyimizdagilar va kuyov tarafdagilar to'y boshlaymiz deb kutib yurishgan edi. Bu ishlar gunohligini bilardim. Bir tarafda yaxshi ko'rgan yigitim, bir tarafda esa unashtirilgan yigit. Bu narsalarni bilsam-da, lekin hech ham ko'nglimga qarshi chiqolmasdim. Shu tariqa uyimdagilarga to'yni to'xtatish kerakligini aytdim. Chunki unashtirilgan yigitga ko'nglim yo'q edi. Oxirigacha yashab ketishga ko'zim yetmasdi. Shu bilan yig'lab-siqtab bir amallab to'yni to'xtatdim. Bir yil o'tib esa ammamni o'g'lidan sovchi keldi. Yaxshi ko'rgan yigitim uyimdagilar bilan gaplashib, oldimda akam borlar, hali uylanmagan. Ular uylanguncha 2 yil o'tadi. Shungacha kutib turinglar deb uydagilarimga o'zini vaziyatini tushuntirdi. Xullas, uyimizdagilar kutishni xohlamadi. To'ying qaytgan. U bolaga ham ishonch yo'q. 2 yilda fikridan qaytib qolishi mumkin deb ammamni o'g'illariga unashtirishdi. Shu bilan yaqinda to'y sarpasetimni sizdan zakaz qilmoqchiman deb bitta kalentim o'z hikoyalarini aytib berdilar.